Qarshi shahrida sodir bo'lgan ayanchli yo'l transport hodisasi natijasida 3 kishi kasalxonaga yotqizildi. Joriy yilning 6-aprel kuni Qarshi xalqaro aeroport yo'lida Cherry rusumli avtomashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotadi va yo'l chetidagi temir to'siq hamda daraxtga borib uriladi. Tarmoqlarda tarqalgan videolarga ko'ra, avtomashinaga jiddiy shikast yetgan. Avtomobil haydovchisi va uning ichida bo'lgan 2 nafar yo'lovchi tan jarohati olib, shifoxonaga yotqizilgan. Biz shifoxonada davolanayotgan bemorlar ahvoli haqida ma'lumot olish uchun Qashqadaryo viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'ul xodimi bilan bog'landik. Cherry rusumli avtomashina yo'ldan chiqib ketishi natijasida 3 nafar bemor Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Qashqadaryo filialiga olib kelingan. Ulardan bir nafari 2006-yilda tug'ilgan bemor hozirda reanimatsiya bo'limida. Bemorning umumiy ahvoli stabil og'ir, davo muolajalarini olmoqda. Ikkinchi bemor 2008-yilda tug'ilgan, og'ir qo'shma shikastlanish tashxisi qo'yilgan. Hozirda bemorning umumiy ahvoli stabil, ijobiy, neyroxirurgiya bo'limida davo muolajalarini olmoqda. Uchinchi bemor 1984-yilda tug'ilgan haydovchi, qo'shma shikastlanish, yopiq bosh miya shikastlanishi, bosh miya chayqalishi, yopiq vertebrospinal travma kabi tashxislar qo'yilgan. Bemorning qarindoshlarining talabi bilan hozirda Samarqand shahriga davolanish maqsadida olib ketilgan. Mazkur ayanchli yo'l transport hodisasi yuzasidan Qashqadaryo viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimi rasmiy izoh berdi. Cherry rusumli transport vositasi bilan Buyuk To'ra ko'chasi Qarshi Beshken yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotib, rul boshqaruvini yo'qotib, yo'lning o'ng tomonidagi temir to'siqqa borib urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan.